Assalomu alaykum obunachilar. Bugun biz Dream Liga Soccer o'ynaymiz va bugun biz Alster Cupda finaldamiz. Finalda chiqib oldik va finalda endi Asian All Stars bilan o'ynaymiz va bizning mana komandamiz bilan tanishib oladigan bo'lsak, xullas vaqt juda ham ko'p ketadi. Agar hammasini birma-bir sanab o'tadigan bo'lsak va men zamindagilarimni ko'rsatib beraman va mana o'zbekistonlik Ellar Shomurodov va boshqa futbolchilar ham bor. Va mana asosiy tarkibni boqamiz va biz o'yinga tayyormiz. Qani ketdik. Va Alster Cupda yutsak, biz bugun shu Alster Cupga ega bo'lamiz. Obunachilar va yutaman degan umiddaman. Alisson Becker va boshqa futbolchilar 4-3-3 va bulardan ham yaxshi futbolchilar bor. Menimcha ko'p ehtimol bilan men aytishim kerak. Mana ketdik. Va gol. 5-daqiqada Vinicius gol. Va Kylian Mbappe'dan assist. Juda ham osonlik bilan gol bo'ldi. Va ko'p ehtimol tutsam kerak. Va kommentda Luchi Groka o'yin qahramoni kimligini aytib ketasizlar va obuna bo'lmagan bo'lsalaring oldindan obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham qiziqarli videolar bizda. Va men juda ham qiziqarli videolar qo'yaman. Va ularda ham yaxshi vaziyat bo'ldi. Lekin ko'kka sovurishdi. Tomsiyaso. Offside. Men ko'pdan beri DLC o'ynayman va DLC'chilar bo'lsa, kommentda yozib qoldiringlar javoblaringni. Juda ham zo'r pas. Va hisob o'zgarishi mumkin. Va avtogol. Muhammad Salah. Kim? Avtogol bo'ldi. Juda ham qiziq o'yin ketyapti. Hisob 2-0 tashkil qildi. Endi tarkibingiz zo'ratga pachaq vafshim o'zingizga mos tarkib bilan o'ynamayapsizlar deyishlari mumkin. Endi bu meni qo'limda bas. Xuddi shu jamoa finalga chiqibdi va finalda shu bilan o'ynadi. Va osonlik bilan gollar uryapman. Va Vini dublni o'ziga rasmiylashtirdi. Juda ham yaxshi vaziyatda mayli Teo Hernandez. Hozirchalikka bizni jamoamiz zo'r o'ynayapti va bundan keyin ham zo'r o'ynaydi degan umiddamiz. Xato pas. Mayli bar, to'g'rilaymiz buni. Va imkoniyat ko'rkka sovurildi. Va ularda ham vaziyat bo'lyapti.
Hop, What a chance! No trouble there for offside. to raise his flag. He was clearly Va offside. birinchi taym ham o'z nihoyasiga yetyapti. Half-time, Va tugadi. so close to winning the All-Star Cup. Can their players Ikkinchi taym ensure qiziq they'll o'tadi go degan down in the history umiddaman. books? Pepsi bilan yangi yilni nishonlang. Va ikkinchi taymni ham boshlab oldik. Let's see what the next 45 minutes brings. Tarkiblarni bilasiz va ko'rgansiz ham. Now it's Vinicius. Oh, that's well played. Zo'r vaziyatda ura olmadi Mbappe, bo'yi pastlik bo'ldi. Taremi in possession. Line with the tackle. Time for a fresh player to enter the fray. He's thrown it long. Some really fluid passing on this. Ha, shu yerda pas berishim kerak edi. Xato qildim, lekin to'g'rilaymiz. A careless pass there. Dembele. Here's his chance. Ooh. Goodness me, that was close. Ham zo'r deb o'yladi Dembele. It really has been a clean Bu ham omadga bog'liq. just yet. Mayli. Fresh pair of legs here then. Yu baribir 3-0 yutyapmiz va ko'p ehtimol yutamiz. Va kubik bizniki bo'ladi. He got that all wrong. Oh, that's a poor pass. Xatolar bizda ko'paydi. It's a physical game, lots of tackles Juda being ham made. ko'paymoqda. And that was a foul all day long. Kylian Mbappe o'rniga Harry Kane tushmoqda. That pass could have been better. He comes forward with the Va ball. tushishiga hisobni o'zgartirish mumkin. What's left is a beat the keeper. Yo, Woodwork denies him again. aytayapman-ku, bu bir omad. Omad kelsa He steps up to steal the ball. o'zimizga yaxshi. Well timed then, great defending. He misjudged the pass. Here's Dembele. An outstanding header. Va o'zgarish, hat-trick qilib ketmoqda He's been Vinicius prolific Junior. today. Oh, we need to see that goal again. This final hasn't gone their way, but they can still play for a bit of pride. He's racing ahead with the ball. Here's Dembele. Yaxshi. Let's see how close that one was to going in. A misplaced pass. This is Kane. Oo, juda ham chiroyli gol bo'ldi. O'zlari ham ko'ryapsizlar. This team, the manager will be Chiroyli gol egasi bo'ldi. now it's Lee. Good passing on display. Va o'yin ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Va bu vaqtni biz pastlashish bilan Red. o'tkazib yuboramiz. And there's the full Va o'yin tugadi, biz kubik sohibi bo'ldik. Some of the best players can beat this talented side. I wonder what's in store next for them. Allister Cup kubiga bizga nasib etdi va sizlar bilan ko'rishguncha futbol 00 Brus va keyingi videolarimizda zo'r chiqishiga umid qilamiz va yaxshi tomonlar